Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu video hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bugun biz Nazarbekdagi qo'y bozorida yuribmiz. Qurbonligiga ozgincha kunlar qoldi. Mana narx-navoni sizlarga tanishtiramiz. Necha pul do'st bilan? 7 dan so'rang. 7 milliondan. Necha kilo chiqadi dedingiz? 70 kilo nari beradi. Ya bo'ldi. 60-70 atrofida mana qo'ylar 6,5 million so'rashyapti. Keladi ichida bor shunaqasi 70 kilo. Mana shu qo'yni живой vesi 50 kilo chiqdi. Taxminan 77 kilolar chiqadi. 7 million 200 ming otdilar. Mana 85 kilocha chiqar ekan. Buni necha pul deyapsiz? 7,5 million otdilar. Yungini olishyapti. Nazarbekdagi qo'y bozorida живой vesi qo'ylarni hozir 85 ming 90 ming atrofida nari beri bo'lyapti. Kelib o'zingizlar ko'rib bemalol olsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.